Ko'rib turgan xonadoninglarni 1 kvadratini 812 dollardan xarid qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. 1-2 sotuvli yer maydoniga 160 kvadrat yashash maydoniga ega bo'lgan 5 xonali xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Ko'cha qismini ko'rishinglar mumkin. Alohida kottejniy garadok qilingan, ko'chalari ham keng. Ikkita avtomobil bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Sergeli tumani, Xontepa mahallasida joylashgan. Binoyimizni qisqacha ichki qismini ko'rib chiqamiz. Kirib o'rishimiz shunaqa prikoshka orqali boshlanadi. Prikoshka mebelni qo'yib qo'ydinglar, juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu tarafda panoramli oynalarni ko'rishinglar mumkin. Eng bitta katta plyus tarafi zal bilan mana shunaqa hol qismini kattagina qilib studiya formatda ochib qoldirilgan ekan. Yo tarafga bambuk panellardan yopishtirilgan, minimalizm usulida remont qilingan, eshiklari ham juda ham sifatli va chiroyli chiqqan. Bu birinchi qavatimiz uchun samozoxonamiz bo'ladi. Yana bitta plyus tarafi kotельный sistema uchun alohida kladovka qilib foydalanishayotgan ekan. Ko'rishinglar mumkin, kotельныйlar alohida yig'ilgan. Binoyimiz 100% sifatli mahsulotlardan qurilgan. Isitish tizimi, cho'qli pol va radiator asosida. Birinchi qavatimiz uchun yotoqxonamizni ko'rishinglar mumkin. Birinchi qavatdagi oxirgi ko'radigan xonamiz mebellari tayyor bo'lgan, yaxshi razmerda qoldirilgan kuxnyamiz bo'ladi. Bemalol ukolib qo'yib, choy ichib o'tirish uchun ham sharoitda qoldirilgan. Binoyimizning ikkinchi qavatida xonalar ketma-ketligi keng hol qismi orqali boshlanadi. Hol qismidan bu tarafga kichkinaroq balkon qismiga chiqsanglar bo'ladi. Qisqacha xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu birinchi родительский spalnimiz. Hamma xonadagi panoramli oynalar o'rnatilgan. Tabiiy yorug'likdan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bu ikkinchi spalni xonamiz. Orqa hovliga qaragan o'z oynalari bor. Yo tarafda ikkinchi qavatimiz uchun yumush xonasini ko'rishingiz mumkin. Oxirgi xonamiz detskiy spalni sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib, yaxshi narxlarga baraka qilsanglar bo'ladi.